Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Shi Jinping 20 mart kuni Rossiyadagi rasmiy ziyoratini boshlagan edi. Shi Jinpingning bu ziyorati Amerika-Xitoy munosabatlari qattiq jiddiylashayotgan hamda Rossiya prezidenti Putin Xalqaro jinoiy ishlar sudi tarafidan urush jinoyatchisi deb e'lon qilinib, tutish buyrug'i chiqarilgan mezgilga to'g'ri kelgan bo'lg'achqa kuchli diqqat qo'zg'adi. Shi Jinping bu ziyorat orqali nimaga erishmoqchi? Amerikadagi siyosat tadqiqot organlaridan RAND tadqiqot markazining xalqaro masalalar bo'yicha tadqiqotchisi doktor Timothy Hazning radiomizga aytishicha, Shi Jinpingning bu ziyoratining ikki maqsadi bor ekan. U bizga ilxat orqali qaytargan inkasda mundaq deb yozgan. Shi Jinpingning Rossiya ziyaratining ikki maqsadi bor. Birinchidan, u Rossiyani Xitoyning do'stligi haqida xotirjam qilmoqchi. Chunki Xitoy Rossiyani yanada muhim sherik deb qaraydi. Shi Jinpingning Putinni tark etadiganligiga doir hozircha biror shab yo'q. Ikkinchidan, Shi Jinpingning Rossiya ziyorati uning Xitoyni tinchlikparvar davlat sifatida tashviq qilish uchun sahna hozirlashga yordam beradi. Xitoyning hukumat ovozi bo'lgan Xinhua agentligi bu qitimliq uchirish haqida axborotga tarqatgan rasmiy bayonotida o'xshash nishonga ega ikki davlat rahbarining suhbat jarayonida Ukraina masalasi to'g'risida cho'nqur fikr almashtirganligini, Shi Jinpingning Ukraina masalasining hal qilinishini ilgari surishda davomli ijobiy rol o'ynashni xohlaydiganligini deganligi bayon qilingan. Xitoy tarafdan tarqatilgan bu rasmiy axborot yana Rossiyaning Xitoy ilgari surayotgan tinchlik suhbatiga ochiq pozitsiya tutganligi va Xitoyning bu jihatdagi ijobiy rolini qarshi olganligi ilgari surilgan. Ammo doktor Timothy Hazning aytishicha, Shi Jinpingning yuqorida tilga ilingan tinchlik planining amaliy unum ko'rsatishi ehtimolga ancha yaqin emas ekan. U mundaq degan: Shi Jinping endi prezident Zelenskiy bilan ko'rishib, tinchlik planini o'tirib qo'ydi. Ammo Rossiya bilan Ukrainaning nazirdagi qabul qilg'ili bo'lgan tinchlik tashabbusi to'g'risidagi ko'z qarashlar bir-biridan farqli bo'lg'achqa, bu tinchlik kelishimi bir yerga bora olmaydi. Qandaqli bo'lishidan qat'iy nazar, Xitoy bu tinchlik planini ilgari surish tirishchiligini ko'rsatish orqali dunyoni o'zining samimiyatiga ishontirishni maqsad qilgan bo'lib, Timothy Haz bu vaqtda mundaq deydi: Qandaqli bo'lmasin, Xitoyning tinchlik kelishimini ilgari surish tirishchiliginin tashviqoti amaliyotda Yevropani Xitoyning samimiy vositachi ekanligiga, uning Rossiyaning tajovuzchilikni qo'zg'ag'uvchi taraf emasligiga qoyil qilishni maqsad qilgan. Bu nihoyatda muhim. Chunki Xitoy hozirgi nacharlashib borayotgan iqtisodini oshirish uchun Yevropa va Amerika bozoriga jiddiy ehtiyojli. Xitoyning Rossiya Ukraina krizisini hal qilishda tinchlik barpo qiluvchi davlat sifatida o'tirg'a chiqmoqchi bo'lganligi haqidagi xabarlar Amerikani qoyil qilmagan. Amerika Davlat xavfsizligi kengashining axborot aloqa maslashtiruvchisi John Kirby shu kuni muxbirlarni kutib olish yig'inidagi so'zida hozircha bu ikki davlat rahbarining uchrashishining Ukraina uchun foydali bo'lganligiga doir bir paket yo'qligini bildirgan. Turkiya Hacettepe Universitetining o'qituvchisi, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akramning bildirishicha, hozirgacha Rossiyaning Ukrainaga qaratgan urushining tajovuzchilik urushi ekanligini qabul qilmay kelayotgan Xitoyning tinchlik tashabbuskori bo'lishi amaliyotga ancha uyg'un emas ekan. U Amerika bilan Yevropani hargizmo qoyil qilolmaydi ekan. Xitoy hozirgacha Rossiyani Ukrainaga hujum qilishini bir tajovuz deb ko'rmayotdi. Hamda bu dunyoga jakarlagan vaqtida Rossiyani tanqid qilmay turib, ya'ni Rossiya bilan yaqinlik munosabatini jakarlab kelyotdi. Shuningga xalqarada bu Xitoyning dunyoning tinchligiga bunda bir foydasi bo'lgan yoki Xitoyning dunyoning tinchligini barpo qilish uchun ba'zi mas'uliyatlarni ustiga oldigan masalada biroz gumonlar bor. Darvaqa Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Shi Jinpingning Rossiya ziyaratining samimiyligiga gumoniy nazar bilan qaragan hamda uni ayblagan. 20 mart kuni u mundaq degan: That President Xi is traveling to Russia days after the International Criminal Court issued an arrest warrant for President Putin suggests that China feels no responsibility. Shi Jinpingning Rossiyani dal xalqaro jinoiy ishlar sudi Putinni urush jinoyati bilan ayblab tutish buyrug'i chiqarganda ziyorat qilishi Xitoyning Ukrainada sodir qilingan vahshiyliklar uchun Putinni javobgarlikka tortishdek mas'uliyatni his qilmaydiganligini ko'rsatib berdi. Xitoy Rossiyani ayblash o'rniga uni Ukrainadagi jinoyatlarni davomlashtirish uchun diplomatik qalqon bilan ta'minlayotdi. Calling for a ceasefire that does not include the removal of Russian forces from Ukrainian territory would effectively be supporting the ratification
of Russian conquest. Antony Blinken yana Xitoyning Rossiya-Ukraina krizisini hal qilish uchun ilgari surmoqchi bo'lgan tinchlik tashabbusi haqida keskin so'z qilib, Rossiya armiyasining Ukrainadan chekinishni o'z ichiga olmaydigan har qanday bir urush to'xtatish tashabbusining Rossiyaning zo'rlik bilan egilib olgan zaminlarini e'tirof qilganlik bo'lib hisoblanganligini aytgan. The fundamental element of any plan for ending the war in Ukraine and producing a just and durable peace must be upholding the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. In accordance with the United Nations Charter. Antony Blinken yana mundaq degan: Ukraina urushni oxirlashtirishdagi har qanday planning negizlik elementi cho'qim Ukrainaning eglik huquqi va zamin putunligida ching turishdan iborat bo'lishi kerak. Bu xalqlik prinsipni oldinga o'rin qo'ymagan har qanday tashabbus qasddan vaqt so'rash yoki nohaq natijani qo'lga keltirishga foydali sharoit yaratganlik bo'ladi. It would recognize Russia's attempts to seize the sovereign neighbor's Amerika hukumati Xitoyni Rossiyani qurol bilan ta'minlamaslik haqida kuchlik ogohlantirib kelgan bo'lib, ular so'zida agar Xitoyning Rossiyaning Ukrainaga qaratgan tajovuzchiligini harbiy qurol yaroqlar bilan ta'minlaganligi isbotlangan taqdirda Xitoyning oqibati og'ir bo'ladi degan edi. Shunga bu ziyoratning natijasining Amerika-Xitoy munosabatlariga qanday ta'sir ko'rsatganligi alohida diqqat qo'zg'amoqda. Halbuki Amerikadagi bir qism matbuotlar Xitoyning Rossiyani qurol yaroq bilan ta'minlayotganligi haqida ba'zi isbotlar borligini xabar qilib, Bayden hukumatini tadbir qo'llanishga qistamoqda. Bir qism mutaxassislar Xitoy Amerika va Yevropadagi iqtisodiy manfaatlarini ko'zda tutib turib, ochiq oshkor holda Rossiyaning Ukraina urushini qo'llab, uni qurol bilan ta'minlayolmaydi deb qarasimi, ammo yana ba'zi mutaxassislar Shi Jinpingning Rossiya ziyoratini Amerikaga qarshi birlik hisob shakllantirish tirishchanligi deb faraz qilishmoqda. Doktor Erkin Akram apandimi Xitoyning hozir Amerikaga qarshi maydonni ochiq namoyon qilayotganligi, jumladan Amerika-Xitoy munosabatlarining xatarlik holatga qarab ilgarilayotganligini bildirdi. Hozir hamda Amerika bilan Xitoy orasındagi munosabatlar jiriklashib ketib bordi. Hozir jiddiylashgan, keskinlashgan bir ahvolga qarab ketib bordi. Hozirgi ahvol qaragan chaqda ikki davlatning munosabati u 2019dan avvalgi o xil munosabatga qaytamaydigan va shundaqla bir xil, ya'ni mushu davrning bir xil so'q urushiningki ahvoli yaratilyotdi. Shuningga Amerikaga qarshi chiqish, Amerikaga maydon o'qish bilan birlikda Xitoy o'zininki manfaatini qo'g'day oladiganiga ishongachga hozir ikki davlatning munosabati bargan siri keskinlashib xatarlik tarafga qarab mingyotdi. Yaqında Amerikaning sobiq muavin davlat xavfsizlik maslahatchisi Matthew Pottinger Amerika Davlat Majlisida qilgan bir guvohlik so'zida Amerika amdi Xitoy Kompartiyasining yillardan beri Amerikaga so'g'uq urush qo'zg'ab kelayotganligini e'tirof qilishi kerak degan edi. Washington pochtasi gazetining xabar qilishicha 21 mart kuni, ya'ni Shi Jinpingning Rossiya ziyoratining 2-chi kunida Rossiya Xitoy ikki taraf ikki kelishimga imzo qo'ygan. Buning biri ikki davlat hamkorligini muayyanlashtiradigan kelishim ekan, yana biri bo'lsa iqtisodiy hamkorlik plani ekan. Shi Jinping yana Putinni Xitoyga taklif qilgan bo'lib, bu Xitoyning Rossiyaga ko'rsatayotgan qo'llash pozitsiyasining bir namoyandasi ekan. Kuzatuvchilar hozir Rossiya bilan Xitoyning bir-biri bilan tarixdagi har qanday vaqtdagidan bakrak yaqinligini va buning yaxshilikning bisharti emasligini ta'kidlashmoqda. Hurmatli radio anglovchilar, bu programmani Irada tayyorladi.